Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Founding Trader kanali. Bugun Founding Traders Pro firmasini ko'rib chiqamiz. Bu Pro firma 2023-yil ochilgan, ishonchli Pro firmalardan ko'plab odamlar payout qilgan bundan. Bunda asosan imtihonsiz akkauntlar, ya'ni instant akkauntlardan pul yechgan. Chunki osonroq bu instant akkaunt qolgan tariflarga, qolgan Pro firmalarga nisbatan. Tak buni imtihonli akkaunti ham bor. Imtihonligi faqat 2 etap bo'ladi. Bir etap yaqinda qo'shildi, 10-dekabr kuni qo'shildi. U alohida tarif. Bir etapli mana University degan bo'lim yaqinda qo'shildi. Bunda faqat bir etap akkaunt bor. Buni qoidasi qanaqa bo'ladi? Siz qachonki birinchi etapdan o'tasiz, birinchi etapdan o'tgandan so'ng ikkinchi etap funded bo'ladi. Ya'ni imtihondan o'tolsangizgina pul to'laysizda funded akkauntda olib pul yechib olsangiz bo'ladi. Xullas, oldindan to'lov yo'q, imtihondan o'tolsangizgina pul to'lab funded akkauntda olasiz. Shunaqa yaxshi narsa qo'shildi, yaqinda qo'shildi. Ikki etapligini hozir ko'rib chiqamiz. Ikki etap 10 mingdan 200 minggacha kapital bor. Bularda scaling plan qilsa bo'ladi, ya'ni qanchadir foyda qilganingizdan keyin o'sib boraveradi akkauntlar. Xo'p, 10 mingdan 200 minggacha kapital bor ekan, narxlarini tanishtirib chiqamiz. 10 ming dollar 89 ekan, 10 ta akkaunt 89 dollar. Lekin bu Pro firmada doimiy chegirmalar bo'ladi. 40%, 25%, eng kamida 25% ana bo'ladi. Chegirma bo'ladi. O'shanga bu hozir arzonroq bo'ladi, menimcha bir 50 dollarlar bo'ladi 10 kashot. Qani bu kiritib ko'raylik. Xullas, chegirma ko'p bo'ladi Pro firmada, ham ishonchli Propshot. Tak bu joyda qo'shimcha narsalar bor. 90% profit split, ya'ni pul yechishda sizga foydani 90% ni beradi. Weekly payout, ya'ni har 14 kunda pul yechib olsangiz bo'ladi. Ikki etapda asosan 21 kunda payout qilib olsangiz bo'ladi. Yana double up, ya'ni nimasi bo'ladi buni? Xullas, balans 2x qiladi. 100% profit split, o'sha foydani 100% ni beradi. Swap free va no commission. Ko'p pro firmalarda bu narsa yo'q. Faqat swap free bor qolgan pro firmalarda, lekin no commission yo'q. Ya'ni propda anchadan beri ishlab kelayotganlar biladi, propshotda komissiya oladi har doim. Misol uchun boshqa pro firmalarda bir lot uchun 5 dollar olib qoladi. Bu pro firmada bir lot uchun 3 dollar komissiya olib qoladi. Agar buni tanlab oladigan bo'lsangiz, komissiya ham bo'lmaydi, swap free ham bo'lmaydi. Swap ham olmaydi. Bu shunaqa. Buni asosiy qoidalari ikkita modelda aytib o'taman. Pro 6 modeli, ya'ni ikkita tarif bor. Bunda faqat Pro 6 va Pro 10. Pro 6 tarifida siz kunlik 3% minus qilmashingiz kerak, umumiy bo'lsa 6% minus qilmashingiz kerak. Profit target ham 6% bo'ladi zo'ra. Birinchi etap. Ikkinchi etapda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ikkinchi etapda profit target sal kamroq bo'ladi, ya'ni 3% bo'ladi. Pro 10 tarifida bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Umumiy yo'qotish 10%, kunlik prosatkasi 5%, profit target bo'lsa 10% bo'ladi. Ikkinchi etap bo'lsa 8% profit target bo'ladi. Xullas, eng ma'quli Pro 6, Pro 6 ni olib ishlagan yaxshi. Tavsiya beraman. Platforma MetaTrader 5 va TradeLooker. Men o'zim 50 ga oldim. Bu Pro firmada ishlab kelmoqdaman hozir. TradeLookerga oldim. TradeLooker to'g'risi mazza ekan kompyuterda ishlash. MetaTrader 5 da olsam uni telefonga ulash. Men to'g'risi kompyuterda MetaTrader ishlatmayman. Telefonda ulab ishlataman. Avval CFD akkauntlarda savdo qilardim MetaTrader 5 da. Вообще noqulay MetaTrader 5. Analiz qilasiz, bu yoqdan telefonni olib uni zelka ochish kerak bo'ladi. Xullas, TradeLookerga olsangiz xuddi futures akkauntda ishlaganday bo'lasiz. Shu TradeLookerga olsangiz ham qulay bo'ladi agar kompyuterda ishlaydigan bo'lsangiz. Telefonda bo'lsa shu MetaTrader 5 ga platformasini tanlab olasiz. Va aytganimdek, bu 20 kun amal qilar ekan, 40% chegirma. Yaxshi pro firma. Buni tekshirishda yana bir yo'li bor. Profirmatch degan saytlar bor, Trustpilot degan saytlar bor. Shu saytlardan tekshirib olsangiz bo'ladi, ishonchlimi yoki-da fake mi. Xullas, bunda ham o'zim partner bo'ldim bu pro firmani. Men o'zimni referalni havolamni qo'yib qo'yaman. Shu referal havola ustiga bosib, emailingiz bilan ro'yxatdan o'tib shot oladigan bo'lsangiz, payoutda yoki-da qanaqadir boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zimga yozsangiz yordamlashib boraman. Video tugadi. Bu haqida yana 2 yoki-da 3-qismlar bo'ladi. Founding Traders Pro firmasining case-dan o'tish yoki-da
payout qilish, pul yechish Funding Traders'dan shunaqa qismlarni olamiz. Hozir faqat ustini sizlarga tushuntirib qo'ydim. Agar savolinglar bo'lsa, bizning Telegram kanalimiz bor, shu video описаниесida bo'ladi. Telegramga o'tib yozsanglar, shot olishda yokida qanaqadir savolinglar bo'lsa, yordamlashib boraman, javob beraman. Bo'lmasa videoni tugatdik.